Muhim uchrashuv oldidan labingizga gerpes yarasi chiqsa, nima qilish kerak? Birinchi, gerpes maydonini vodorod peroksid eritmasi bilan artib oling. Bu virusni muzlatib qo'yadi. So'ng oddiy choy paketini iliq suvda namlab, lab ustiga bosing. Choy tarkibidagi tannin moddasi virusni o'sishini sekinlatadi. Oxirida tabiiy asaldan ozgina surib qo'ying. Bu muolaja sizni gerpesdan bir kunga qolmasdan xalos qiladi. Ya'ni yara so'rilib ketadi va siz muhim uchrashuvga bemalol borasiz. Lekin nima uchun gerpes chiqadi deb ko'p savol berishadi. Odatda gerpes immunitet zaiflashganda paydo bo'ladi va 10-14 kunda o'z-o'zidan ketadi. Ammo gerpes rivojlanganda virus ko'z va miyaga kirib o'limga olib kelishi ham mumkin. Gerpes yaralarini yaxshi davolaydigan pensiklavir mazi bor. Atsiklavir, valotsiklavir tabletkalari esa gerpes tez bezovta qilganida sxema asosida ichiladi. Agar sizda yilda 5 va undan ko'p marotaba gerpes chiqsa, gerpesga qarshi vaksina olganingiz yaxshiroq bo'ladi. Vita Gerpevak vaksinasi juda yaxshi davolovchi natija bergan. Vaksinadan so'ng viruslar organizmda ko'payishini to'xtaydi va immun hujayralar ishlab chiqarilishi ortadi. Rossiyada Vita Gerpevak vaksinasini o'z xohishiga ko'ra 40 ta patsient qildirgan. Ulardan 23 tasida 6 oydan keyin retsidiv bo'lmagan, ya'ni gerpes chiqmagan. Qolgan 17 tasida retsidiv kamroq bo'lgan va bemorlar tez tuzalgan. Bu videoni tez labiga gerpes yarasi chiqadigan tanishlarga jo'nating. Agar sizga video foydali bo'lgan bo'lsa, menga obuna bo'ling, like bosing va kommentariyada plus belgisini qoldiring.